Ko'rib turayotganingiz hech qanday sun'iy intellekt yoki tushingiz emas. Yurak Amri xayriya fondi har qanday xavf-xatarni bo'ynimizga olgan holatda Surxondaryoga yetib keldik. Manzilimiz Termiz shahri, Imom at-Termiziy ko'chasi 9-Auy. Mo'ljal shundoqqina Surxon mehmonxonasini yonginasida. Bu yer shunchaki manzil emas, ajr va savoblar ulashiladigan, Allohning rahmati yog'iladigan joydir. Aynan mana shu yerda 23-iyuldan 27-iyulgacha kutib qolamiz. Yuqorida aytilgan manzilga avtomashinangiz rusumi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, albatta keling. Surxondaryodagi barcha Alloh rozi bo'ladigan manzillarga birgalikda ehson tarqatamiz, mehr ulashamiz. Ishonavering, agar shaxsan o'zim uchun nimadir kerak bo'lganda bu joylarga chiqmagan bo'lardim. Maqsadimiz mana shu videolar tarqalishi, ko'rimli bo'lishi, yaxshilikni yaxshi ko'radigan insonlar bir-biriga ulashib qo'yishidir. Surxondaryo ehson karvoni, saxovat karvoni bilan 4 kun shu yerdamiz.